Assalomu alaykum. Avvalambor ipoteka haqida ozgina ma'lumot bering deganlar uchun, yangi uylardan ipotekaga olsa bo'ladimi deganlar uchun, albatta novostroykalardan ham ipoteka qilib bera olamiz. Faqat uni oldi sotish shartnomasini qarash kerak, necha pul yozilgan. Keyin oldi sotishga 3 yildan agar ziyod bo'lgan bo'lsa, albatta xohlagan uyni olib bera olamiz. Keyin ipoteka boshlang'ich to'lovsiz ham bo'ladimi deganlar uchun, kadastri bor, tayyor zaxadi jivi uylarni boshlang'ich to'lovsiz hozircha olib bera olmaymiz, chunki unga boshlang'ich to'lov kerak bo'ladi. Keyin yana bitta savol, nech pul boshlang'ich to'lov pul kerak bo'ladi deganlar uchun, agar siz bir xonalik uy olmoqchi bo'lsangiz, agar $10,000 $12-13 dollargacha boshlang'ich pul kerak bo'ladi. Ikki xonalik olmoqchi bo'lsangiz, agar $18,000 to $20,000, $22,000, $23,000 atrofida pul kerak bo'ladi. Kvadratiga qarab, remontiga qarab boshlang'ich to'lov chiqadi. Agar 3 xonalik olmoqchi bo'lsangiz, agar 25,000 dan to 30,000, 35,000 gacha boshlang'ich pul kerak bo'ladi. Boshlang'ich pulni berganingizdan keyingina uy sizning nomingizga rasmiylashtiriladi, ya'niki oformit bo'ladi. Qolganini oyma-oy bank bilan hisob-kitobini qilib ketaverasiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini albatta bosib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.